Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kaderlik Fitrat TV'nin görürmenleri. Bugünkü Kur'an Nuri Aslı'da Erkin Sohbetler programımızda yine Mutellip Mehmet kardeşimizle birlikte sohbetimizi davamlaştırıyoruz. Biz aldığımız bölümde şu Kur'an'a tutkan muamele doğruluk toxtab qalğandyk. Hem de onundan yine gepler buluşu mümkün. Şunda olsun ben şu Yaponiyaga 2015-yılı ben Yapon tilini öğrenip 20 yıldan keyin 2015-yılı bardım. Şu vaxtki bir xatirem var. Mening sergüzeştim. Şunu bir sözlep berey. Ondan keyin qalğan gepni yine davam qilsaq boludu. Mening bu qo'limda ko'rgan bu kitap Yaponlarninki manga deydigan narsa bor. Resimlik kitap deymiz biz. Şu Kur'an doğruluk, Kur'an'ı düşünüş doğruluk, Kur'an'daki bazı vakaliklerini resmine aylandırıp, manga kılıp, kartun kitap kılıp çıkarıptı. Bunu ben şu Japonya'ya bağlanacağdı. Bu Japonca tercümesi, Kur'an'daki Japonca tercümesi. Bu şu tercümeni takip etken bir Pakistanlık Kemal Efendi de birisi bakıntı. Onunla müküleşkendim. Keyin ben Facebook'ta tanışkan bir yapıllık bir ayal vardı. İsmini unutup kaldım. Uygurca bilirdi. Uygurca ders yutudu hatta. Özündeki hayat hukukçular yerden bir cemiyeti de bir cemiyeti var. Uygurca ismi Bahar Metiki isimde kalmadı. Japonca ismi o Meyhomo işte binası. Tazi inik isim diyor. Lakin bu ayalı bilen biz uçuruşunu deyiştik. Şunun bilen Shinjuku'da bir yerde uçkaştık. Onun için yerde beni sushi yiyişe davet kıldı. Birge sushi yedik. Yanda bir tane karakaşlık bir okuyucu Uygur balanı, yan kelgen balıken şunu bir gepti. Tamak yevetip onun için ben üzerime düşündüğüm, tanıştırdım, onu üzerine tanıştırdı, aşında kılıp, onun gep Kur'an doğruluğa çıkıp kaldı. Çıkandaki ben bir soru bakaydı, Japon'dan sordum. Siz Kur'an'ın Japoncasını okup baktınız mı dedim. Desem, ben Müslüman emas. Lakin ben Kur'an'daki Japoncasını baştan ayağa şu tercümesini okup çıktım dedi. Sordum ki siz nimişqa bu Kur'an'daki Japoncasını okuşunu buna karar kılıp okudunuz. Sizge sebep nime bununki deb sorsam dedi ki ben Uygurlarni yaxshi ko'raman. Uygur tilini öğrendim. Uygurlar bilan aralashma. Uygurlar bir Müslüman bir millet. Anda boğaçqa ben Uygurlar bilan bo'lgan aloqamda, munosabatlarimda bir xato ish qilsam deb, ularni texmi yaxshi tushunish uchun men Qur'onni o'qidim dedi. Şunu bilan yendiki baladan so'radim. O bala 21 yoshga kelgan bola ekan shu vaqtda. Ukam sen o'qib baqdingmi Qur'oni Karimni Uyg'urchasini dedim. Desem yo'q aka, bizning oilada ancha bek diniga nima ketmaydi. Ammo men Uyg'urcha o'qimabdiman dedi. Endi bu ikki dona resim bor yana uchun. Selishtirsak bir yapon o'zi musulmon emas. Ammo musulmonlar bilan bo'lgan aloqani yaxshi qilish uchun Qur'on o'qibdi tarjimasini. Yana bir Uyg'ur bu o'zi musulmon, ammo Yaponiyaga texnik o'rganish uchun Yaponlarning ilg'or texnikalari yoki tili yoki boshqa narsa o'rganish uchun kerakli. Bu nimani tushuntirdi sizningcha masalan? Bu endi bu Yaponiyaga men berib 1999 yıl Yaponiyaga berib 2001 yılı qaytgan, şu 2 yılga yaqin tuğan. Bu yerga berib men 2 aygacha hayron qalgan. Bu dunyoda mishindami, axloqliq mishindami, safoliq azab bir onliq mishindami millatmi bakina deb. Masalan, yo'l so'rayli yoki bir do'qurishib qoladi, shu xapmang deb shunda siyliq muomala yo'l so'rasak hatto shu xaritalarni siz ba'zilar opirib qo'ydim. Şu biz şunda qaylab bo'la azab bir onliq azab bir millatkina debla hayron qolganimda. Onundan keyin şu Yaponiyadan Misrga berish nasib bo'lib Misrga bordik. U yerda qaylasak, u yerdagi odamlar Uyg'urladimmi? Uyg'urlar bilan jiq taqilib ketmaydigan bir holatda Uyg'urlarning yezillarning odamlaridek bir holatkinda shu Qohiradagi ba'zi
qadimiy shahar taraflarida. Yangi shahar qurilgan yerlar hal ilg'or deydi. Biz aşağılarda tuğaç hatta qizil chiroqlama yo'lda da to'liq bekitilmagan vaqt ekan 2000-yil. Endi hatta dindimi shu arab tilida qurolli o'qilib turdi ekan ba'zi radiolardami arab tili o'zining tili bo'lsinmi shu arab tilidan sen musulmonmi deb so'raydi ekanmiz ba'zi alhamdulillah musulmon deydi ekan namozga desa jumadimi namoz o'qiydiganlar bizning qashqarchilikmi emas odamlar jiqchimaydi bomdod namozlardan masjidni shunda cho'ng ayvetlik bir sep to'shadigan ishlar hamma namozlarda asosi bir ikki sep aran to'shadigan holatlar bor. Hem şunda qaylab bu men asli unda o'ylamagan islom davlati deganda hammadan namoz o'qib qoladi. Hem bu chaqlarimda shunda bir xiyolning ichida ekanman, ya'ni ko'rgandan keyin boshqalardan hatto Saudiya Arabistondanmi Makka bilan Madinadan boshqa shaharlarning bekunchilar emasligini anglagandan keyin deb tushundim. Bu sizning bu silishtirmalarni men silishtirdimda shu biz islom dinida deb turib bizdagi axloq insanlar ara özara münasebet, samimiyet, rastçılık deganlar yerini tapmaqlıq, o'rnini tapmaqlıq, onun o'rnini yolg'onchiliklar, birsimizga bo'lgan ishonmasliklar, ashunda birsimizga bo'lgan hasadlar qaplab ketaylik buning o'rnini. O'lida shu desak, o'lida uning o'rnini dalmish islomiyat talab qilgan, Qur'on talab qilgan yaxshi adab, axloqlar ağandek bir görünüş var. Şunun bilan bu nima ish deb bu to'g'riliq kallamdan shunda kallamda jiq savollar qo'ylab ketdi keyin. Buning javobini keyincha topgandek bo'ldim. Qaramoqqa o'lining hammasi mushu ilg'or Yevropa deymiz, hamma ilg'orlashgan taraqqiy qilib ketgan davlatlarning hammasining axloq to'g'riliq, insonlik to'g'riliq hayatlık toğurluk alıdığan mariflerinin asası Tevrat, Zebur, İncil, Kur'an degen Allah'ın kalamlarına asaslanıp düzülgen kitaplar emniyet. İnsan ununsuz bugünkü haletki bunda tez kilenmeydi. Allah Adem Aleyhisselam'dan ta Muhammed Aleyhisselam'a kadar kitap çürüşünü toxtutup koymadı. Peygamber çürüşünü toxtutup koymadı. Şu peygamberlerin sözleri Allah'ın sözleri. Allah'ın veyilleri asasızı sözleydi emmisi. Hem şu kitaplının mükemmellengen töte azırgıca kolumuzda turuptu. Şunun asaslanıp tüzgen kitaplıdan onu ügünüp şu ahlakını kabul kıygan. İşenmegen bolsa mu? Onu insanlık için, insandaki yaşaş için şu ahlakını kabul kılışka alayda bir tirişçallık gözetken marife. Bizning İslamiyet içi desa, bizning İslamiyetde Kur'an'ı okutuvatımız, yadıltıvatımız. Mesela şu men Mısır'da Azharga tizimlattım, şu yerde ançı-munçı ders aldım. Nemi ügütüdü o? Bir ayetinin kaçan, nemi sebepten düşkenliki. Biz Allah onun sebebini tepişini vurmaqlaq. Bizni fakat ayetki boysununla. Bu ayetini yani kelip bütün dünyaga vezne sət deyilik. Dünyaya degene şu vaqtki bütün kıyamet kichkildiği adamga vezneset bu. Şunda buluşuğa qaylamay biz bunun ayetinin kaçan, näde düşken, hatta hadisinin mo qayerda qanda sözlengen, şuludan tatip ügünüdigan gap. Bir hadisni ügünüş üçün bir kitapni o'qishimizga, bir ayetni ügünüş üçün hatta bir kitapni o'qishimizga to'g'ri keladigan bir ügütish vakinde. Bu ügütishni menga şu vaqtdan qat'iy yoqmadi. Biz nima uchun bunda murakkab yaychirkitimiz? Biz Xudoyliqqa mozayini bo'g'izlangli desa savol so'ragandan yuz hassa ichib ketaylik biz. Biz İslamiyetni shunda murakkablashtirib o'taylikki, buningga yaqinlashmasdan beshimizga oq chirkatgidek darajada shunda murakkablashtiraylik. Amaliyat desak, amaliyatda bu naytlam oddiy, naytlam bizga osonlikni təslikni xalamaydiganlıq Allah, asallıqni xalaydiganlığını deb qoydu. Bək asallaşdırıb. Əsli Adem Aleyhisselam'dan da verdi. Bunundanmı asan? Bu biz sual sora və gəllikdən bu halət ki kəptiliqlik. Şundadımı Tevrat İncilliğe nispeten bunun təxmicik yüklünü ilütüb Allah. Nayt asallaşdırıb. Qıpəgən halətini biz yana mürekkepleştirib onun qıysandında
Hemme narsaga hukm chiqarib olaylik. Biz hemme narsaga hukm chiqarib olishimiz xodalaqa muzay bo'g'izlanglar desa uning rangini hemmini so'rgandan keyin u savollarga javob berilgandan keyin cho'qim sapsiriqni topmasi bo'lmaydi, cho'qim qo'sh qitilmag'ini topmasi bo'lmaydi. Agar va'da erkak tishlik so'ralsa, cho'qim ya erkakni yoki tishini topmasi bo'lmaydi. U so'ralmasa desa, cho'naq muzay bo'lamdi, kalali bo'lsa iti, to'rt puti yo'q kala bo'lamdi. Kalali bo'lsa bo'g'izlisi tugaydigan masala yani. U so'ralgandan keyin cho'qim shuni tepish to'g'ri keladi. Xuddi biz shuningga o'xshash so'ramasak bo'lmaydigan masala bor. Uni cho'qim so'rashimiz kerak. Lekin so'ramaydigan masala bor. Uni so'rashning o'zi bizga ig'ir yukning ustiga yuktik ataydigan hech qanday manfaati yo'q bir masala. Biz shunday narsalarni so'rash bilan islomiyatni murakkablashtirib, buning mag'zini ugunadigan yerini o'zimizga singdirish fursatini yo'qotib o'tib, hatto uni baqiysak-mı, uni az bir qism odamlar uganish fursati bo'ladigan, shuliga qag'illi agishadigan bir odam, bir mahalla odami, bir mollaning keyni ag'an tartibi bilan namoz o'qiydigan yoki shu mollaning ag'ida musulmon bo'ladigan, o'z oldiga bir musulmon bo'lish sharoitini yo'qotib qo'yaylik, shunda murakkablashtirish uchun. Musulmon bo'lish uchun shunda o'qimasa, shunda jiq narsani o'rganmasa, u Qur'onni tushunmaydi. Qur'onni tushunmagandan keyin u musulmon bo'lolmaydi. Amaliyotda musulmon bo'lolmaydi ekanman desa, yo'qsa la ilaha illalloh Muhammadar Rasululloh desang, iymon aytsang, molla olimlarning ko'rsatgan yo'lda mansang musulmon bo'lsa deb qo'yaylik. Bu gaplarning hammasi Qur'onning oyatlariga cho'zilsa butunlay zid. Qur'onning oyatlari qat'iy uyg'un emas u gap. Chunki Alloh Qur'onga agishishni vositasiz bevosita o'ziga qulchilik qila oladigan holatga kelishni talab qilyapti Qur'onda bizga. Endi o'g'lining axloqi nima shunday bo'lib ketdi desak, o'g'li bu axloqni o'ziga foydaliligini his qilib, o'ziga singdirishga alohida kuch chiqadi. Biz-chi desak, buningga kuch chiqamay, biz shu sahoba kiramlarga o'xshash buni hayotimizga singdirib, buningga amal qilish holatini shakllantirish ma'rifiga kuch chiqamay, biz faqat yodlashqa, buni o'qib qo'ysak savob bo'ladi-da bizga. Biz o'qib qo'ysak, buni tushunsak savob bo'ladi. Buni yodlab olsak-chi desa, hatto rivoyatlarimiz borki, bir Qur'onni yodlab olgan qarim o'tmishdagi urug' tuqqundan 70 ni keyin keldigan urug' tuqqundan 70 ni jannatga so'rab chirkitadigan rivoyatlar bor-da. Bunda gap bo'lgandan keyin buni o'qib oldik, yodlab oldik, biz jannatning eng oliy yerini egallab bo'ldik. Endi boshqa turishimizning hojatimi qolmaydi. Biz masalan bir maqsadimiz yetgandan keyin yana uningdan boshqa maqsadni qilishimiz mumkin. U maqsad oldidagi maqsad jo'disi unutiladi. Xudo shuningga o'xshash biz bu jannatga erishish maqsadimizga nurg'un gaplar bilan yetib bo'lag'liq biz. Amaliyotimizni yetib bo'lg'ini olamdi desak, Qur'onning hukmida biz o'lgicha tiniqimiz to'xtag'icha to'xtamay Alloh qulchilik qilmasak, to'g'ri ravishda biz u maqsadga yetolmaymiz. Qur'onning hukmi shunday. Lekin u inson biz rivoyatlarda, molla olimlarimizning ko'rsatmasida qanday bizning shu ko'rsatmalarning tufaylidan nurg'un hamda az qismlarimiz unda emaslarimiz jiq. Nurg'unlarimizning ong saviyasi bo'lsa jannatni, hatto pulg'ini setib olgan bo'lgan bir jami sep qo'ygan odam cho'qim jannatga kirdigan. Yoki bir kambag'aldan nechin o'qitib qo'ygan odam yo ma'lum pulg'ini setib olgan bo'ladigan holatga keltirib qo'yamiz. Biz o'zimiz amal qilmay, o'zimiz iymonni yuragimizga Qur'on orqali iymonning darixini yuragimizda osmonga taqishadigan holatga yetkazishga kuchimizning kelish tirishchanlik ko'rsatmay, butun dunyoning insonlarini rizqlantirib baqsaqmi? Butun dunyoning insonlarini biz musulmon qilib etsakmi? O'zimiz amal qilmasak, biz jannat, bizning turkimizda musulmon bo'lganlar jannatga kirishi mumkin, u to'g'ri amal qilsa, lekin biz amal qilmay unda qilib etgan amalimiz bizni jannatga tushirmaydi. Biz o'zimizning yuragida iymonni hosil qilolmasak, bizda iymon bo'lmasa, ko'klab chiqmasa shu iymon, biz u jannatga kirolmaymiz. U amallarning hammasi nima asli? Shu iymonni ko'klatish uchun bo'lgan amallar. Iymonning mevasi. Shu iymonning parvishi, o amallarning hammasi shu iymonni ko'klatish, osmonga taqashtirish uchun o'rindirilgan amallar. Biz u amallarni qilib qo'yib, shu iymonning o'zini
Kur'an arqali hazırlamasak, termay turib qiysak, o pervişning mesela urug'ni yagi termay turib, ming suvni to'kamdik, o'g'itni to'kamdik, u unib chiqmaydi. Xuddi shuning o'xshashlam biz avval qalbimizga iymonni Qur'on orqali tergandan keyin, Qur'onning ko'rsatma bo'yicha shu yaxshi ishni qilsak, biz shuning natijasini ko'ramiz, u iymonimiz shuning bilan parvish bo'lib, kuchayib Allohga taqshirgan bir daraxt ichimizda hosil bo'ladi. Unda bo'lmascha deganda shu biz uning natijasini ko'rolmaymiz. Del shunda biz natija ko'radigan ilmga sarf qilmay, shuni natijasiz ilmni qilish orqali mush axloqni o'zimizga singdirishdan mahrum qoldik biz. Bütün islom diyorlaridagi az bir jamoatdan boshqa ko'p sonliq uningdan mahrum qilib o'tdik. Ta bugungi kungacha Turkiyadagi ilg'or fikrlik davlatlarimiz shu holatda ekanmiz. Ashunda qilib o'tdik. Biz Qur'onni qanday o'rganishimiz kerak? O'rganishning yo'li to'g'risida boshqa turish yo'q. Yodlab qo'yamdik. Buni o'zimizning hayotiga eng muhim, ailemizdekilerin hayotiga, o'lib ketgan ota-bobolarimizning hayotiga, tonish bilishlerimizning hayotiga, onundan foydalanib bo'lib yoki masxara qilish, unda bunda deyish uchun emas. Faqat o'zimizga bilim to'plash, o'zimizning iymonni mustahkamlash yo'lida tatbiqlashimiz kerak. Shu orqali o'zimizga tatbiqlash saviyamiz oshidi, kuchaydi. Ya'ni afqaridan payqitish uchun, yo'lni texim yaxshi ko'rish uchun bir chiroqqa ta'minimiz bor. To'g'rimi? Alloh shu Qur'onni nurliq chiroq deb qo'ydi. Biz buni nurliq chiroqlik rolini ishlatadigan bo'lishimiz kerak. Shu holatga kelishga tirishchilik ko'rsatishimiz kerak. Biz u holatga tirishchilik ko'rsatmaylam. Shu buning tafsirlarini o'qiymiz tushunish uchun nurg'un tafsirlarga murojaat qilamiz, nurg'un rivoyatlarga murojaat qilamiz. Bu rivoyatlar asosida buni o'qisak qanday bo'ladi desa, buning haqiqatini tushunmaydi ekanmiz u chaqda. Masalan, mishada bir oyat bor. Allah kitapda nazil qilgan narsalarni yoshirdigan va uni ozg'ini pulga sotadiganlarning qoniga yegini faqat o'ttir deydi. Ozg'ini pulga sotadigan va yoshirdiganlar. Bu va'da nima deb qo'yaplik desa, men tirnoqning ichidan yeni Tevratda deb qo'yaldik. Shuning bilan bu muhim, shunda muhim oyat. Nakitiklik desa, bu Yahud Nasaralarga qartilgan bo'lib qoladi. Biz musulmonlar uchun tushmagan. Bu musulmonlar uchun tushmagan, Allohga tushgan bo'lib qoladi. Mushu oyatda biz ozg'ini pulga sotsak madaniy bilim yoki buni yo'shursak, buni haqiqiy shu o'tirib qo'ymasak, qonimizga yeginimiz o't, qiyomat kuni ular Allohga so'z qilmaydi, ularni paklamaydi, ular qattiq azobga duchor bo'ladi deydi. Nechinchi oyat u? Mushu sura Baqaraning 174-oyat. 174. Men mana o'qib baqay. Yani siz tırnaksızlıkның meselesini dediniz emasmi? Tırnak bo'lmagan vaqtida. Allah nazil qilgan kitapdan bir narsani yushirib, onu azg'ini pulga sotadiganlar qo'rsaqlarini o'tqa to'ldirdi. Qiyomat kuni Allah ularga gap qilmaydi va ularni poklamaydi. Ularga nihoyat ig'ir bir azob bor. Meni mana ikkisiniki farqi, shundaymi? Shu farqi. Mana bu o'qisak qanday desa, bundan o'zimiz vaznasat olamiz. Bu o'zimizga qaritimiz buni. Bundan biz vaznasat. Bundan o'qisak qanday desa, tafsir qilib qo'yag'lar. Kichikgina tirnoq, men nihoyat qisqa tafsirman bu. Tafsir emasyalarimi bor men Qur'onni. U cho'ng tafsirni o'qisak-chi desa, buningda taxmi bu o'zimizga yuqmaydi bu. Faqat buni tushunimiz deb tushunish masala emas, buni o'zimizga yuqtirishimiz, o'zimizga yuqumlantirishimiz, o'zimizning kasalini buning orqali davolashimiz kerak. Bu ruhiy ozuq deymiz masalan. Ya'ni sizning bu degan gapingizdan tafsir o'qimanglar degan gap chiqmaydi. Shundaymi? Tafsirni o'qishda to'g'ri ravishda o'qimasa, ya'ni o tafsir, tafsir qilgan insonning o'zininki bir ko'z qarashi, ya'ni hosil qilgan hosiloti, shundaymi? Lekin bu Qur'onning o'zi emas. O'zi emas. Shundaqku? Shundaq. Uni foydalanishga bo'ladi, ham manda tushunib ekan. Shundaymi? Mayada oyatning o'zida, lekin manda ekan deb, asl oyatning o'ziga, arabchasiga eng yaqin bo'lgan tarjimani. Shundaymi? Shundaq. Alsak texim foydası var. Texim foydası var. Demek şu biz şu tushunish meselesida bu oyatlarni bütün dunyoga vaznasat bo'lgan ekan o'zimizga qaritib o'qishimiz kerak. Mayli aqanch yenimizga dem bek tushib ketgan taqdirda uni o'ylab qo'yishimiz kerak. Uning bilan qolmay biz o'zimiz
sizgilam silish ko'rinishimiz her o'qigan chig'imizda men mush oyatga uyg'un kelemdim, kelmemdim degan asosda o'qib, xuddi mushu Qur'oni Karim menga nozillayotidu. Men shu Muhammad alayhissalom nozil bo'lgan bu ashadagi arablarga, nimalarga shunda Qur'onda deydi-ku, shunda. Burun hech qanday bir payg'ambar evatilmagan. Shundami hech qanday bir rasul evatilmagan bir nimaga evatildi, nozil bo'ldi dedi. Butkul dunyo insonlarga nozil bo'lgan bu Qur'on. Shunda. Anda bo'lgandan keyin bu Qur'on menga hozir nozil bo'ldi. Menga da'vatida menga gapni. Shunda. Menga qarasa Tavrat degandan keyin bu shu nimaga ketadi ekan Yahudiga, menga qarasa Xristian, Nasara, shundami yo Injil desa. Ahli kitob deb qo'yuvchi ulug' kitib bor. Bu ahli kitob degan bizmi kitobni o'qigandan keyin ahli kitob qatori ochilib qolamiz. Chunki bizga ham kitob tushgan bo'ldi. Shu. Buni ahli kitob deb u Yahudi Nasara qilishdi. Bizmi kitobni bilib turib, kitob Yahudi Nasaraning kitob yuklangan eshakka o'xshatib qo'ydi. Buni bizmi kitobni bilib turib amal qilmasak, bizmi shu kitob yuklangan eshak bo'laveramiz. Shuni bu oyatlarning ashunda bir yonga burilib qoladigan holatlari bizni bu Qur'ondan chiqqanda nafga erishtirmaslik mayanda qilib, biz axloqimiz shu darajada bu buzilib, ashundaqalıqı birisi-birimizga gumon bilan qaylaydigan, hasad bilan birisi-birisini urug'i ishtirish qilam o'rnadigan holatlar jamiyatimizda bek jiqulab ketgandan keyin sop odamlarimizga ishonmaydigan. Ular bilanmi ashundaqalıqı gumoni holatda yashaydigan, jiroq, orliqimiz jiroq. Masjid kunda namoz o'qib birlashishning bir holatini shakllantirib atgan bo'lsaqmi, o yurkimizning ichi allaqachon bisimizga dushman bo'lib bo'lgandan keyin u hech qanday manfaat ko'rsatmaydi ku masjidga chirishlarimizni. O Qur'on bir bo'lsa-mu, uningdagi tafsirini o'qib olish orqali yurkimiz bisimizga yaqinlashmaydigan holat kep bo'laqliq bo'lgandan keyin birlik bizda yo'q bo'laqliq. Biz buni tuzitishning yo'li nima ekan desak, shu Qur'onni eng to'g'ri o'rganish holatini shakllantirishga butkul kuch bilan islomiyat kuch chiqarish kerak. Balalarga o'rgatgan chig'imizda o'z hayotimizni so'ndirish. O'z hayotiga qanday singdiramiz deb faraz bilan bo'lsa-mu, shu sinfda bir kuni hayotimizga qanday qilgan singdirgan bo'lamiz deb savol qo'yib. Biz unda deydi, biz bunda deydi, 10 o'quvchi 10 xil singdirishning yo'lini tep chiqishi mumkin-da, uning eng yaxshisini tanlash orqali. Buni o'rgatgan chig'imizda buni hayotimizning har yeriga tatbiqlay oladigan. Buni holat shakllanadi, u chog'da bu dunyoda islom haqiqiy musulmonlik barliq keladi. Haqiqiy Allohga bo'ysunuvchi barliq keladi. Musulmon deb ketildi, sizlarga Uyg'ur balani masalan. Musulmon degan so'z millatga qarilib qolganlik hozir. Amaliyat payg'ambarimizning vaqtida qanday desa, shu Qur'onga ishongan odamga qaratilganlik. To'g'ri. Shen kafir degan so'z bu millatga qaratilib qolganlik hozir. Payg'ambarimizning vaqtida desa, irsiyat bo'lib tug'iladigan narsa emas, millatga tabiiy narsa emas. Bu qaysi millat bo'lsin, Qur'onga ishonib Allohdan rahmat kutadi ekan, Allohdan qo'rqib to'sqanlardan yanidi ekan, u musulmon Allohning nazarida. Har qancha payg'ambar avlod bo'lib ketsin, bu cho'q bakchiq deyilib ketadigan bir gap, yana aman qistirladi ekan hammaga. U Qur'onga amal qilmasa, xuddi bu tarixda o'tgandek o yani do'zaxga. Siz bayatın bir misal dediler masalan Sura Baqaradagi kala voqeasi, shundami yo? Shunda mı bo'g'izdan desa, undan bitta bakchiq savol so'rab ketgan. Shunda. Bu yerdagi deyilgan gap savol so'ramang degan gap chiqmaydi, shundami yo? Savol so'raymiz. Savol so'raymiz, lekin Allohning hukmi bo'lgan vaqtida unga biz unda qisam bo'lam, yaxsam falan pishami ko'psama deb anda nima qilish emas. Aql ishlatgan yerga Alloh subhanahu taolo o'zi sen menda o'ylatamsan, shundami yo? Qur'on o'qigan odamdan Alloh o'zi savol so'raydi. Sen shu sumaklardan hech qanday bir narsa bo'lmaydi deb o'ylamsan. Mana burungi insonni odamni qanday yaratgan bo'lsam, shundami yo? Isa alayhissalomni men shunday yaratdim, shundaqo? Uni shu otisiz yaratdim yoki shu. Ashuna nima qiladi? Javob berdi unga shu. Sen menda o'ylamding. Hatto payg'ambar alayhissalomga ham shunda. Bir qancha voqelik bor, shundami yo? Sen nima ish qilma, men harom qilgan narsani halol qilgan narsani nima ish harom qilsa degandek, menda nimalar bor shu. Shu savol bu hozir
Meniki yetken bir noktam şu ki bizdeki din adamları, mollalarının en çok okuyduğu nersi nime ekan deseniz sual kim? Şunda. Anda olsa sen bir insanın ki sual soraş nimesini itip koysan, boğuversen onun için o insan sakında insan terbiyelemekçi. Değil mi ya? Şunda. O sual soraşını bilmişse aslında en doğru sualı soralıysa sualın için o cevabın yeri maşının işi için. Cevabın yeri mi tapkan burada? Hatta Musa Aleyhisselam'a sual soraklık Allah'a düştü ama ben bir seni kösemken yani konusu için, degligem için. Her xil suallarını peygamberler zaten sorgalık doğruluk örnekler var Kur'an-ı Kerim'de. İbrahim Aleyhisselam ölüklerini kanda tırıldırılganlıklarına bir köset dep Allah'ın talep kıldı soğudu. İşenmedin dep diye işendim köngülüm takımı karar tapsın dedi. Köngülümüzni biz karar tapkızmasak biz işenmegen narsiga çık ergeşip turanmayımız çok. Mahiyetini bilmegen narsiga. İşengendek bulumuz lekin. Mahiyetini, onun iç yüzünü bilmegen narsiga biz çık ergeşip turamayız. Mesela Musa Aleyhisselam Hızırga ergeçti. O vakaliklerinin iç yüzünü bilmegenlikten ona çidap turanmadı. Xuddi bizmi bu Qur'onning iç yüzünü, haqiqatini bilmesek, bilishga tirishchilik ko'rsatmasak, biz imanim bor deb ketib qolgan bilan bizni kichikkinam shamol o'rib o'tishi, yo'qolang bir ish bilan bu imonimiz yo'qolab, do'zaxga mahkum bo'lib ketishimiz mumkin. Biz buning uchun buning iç yüzünü bilishimiz, bu qarorda qalbimizni mustahkam bir qarorlik qilishimiz kerak. Shunda qilish uchun albatta savol so'rashimiz kerak. Bu savolning so'rash masalasida bunga to'g'ri javob berish masalasi bor. Bu har qanday savolni so'rasak bo'ladi, savolning xatosi bo'lmaydi. Lekin javobning xatosi bek jiq bo'ladi. Biz savolning har qanday savolni so'raymiz, lekin uningga to'g'ri ravishda javob beradiganimiz, to'g'ri ravishda javob berilmay, uni hukm qilib qo'ysak ba'zi ishlarda. Hukm Allohga xos dedi. Allohning oyati bilan hukm qila olsak bo'ladi. Allah'ın ayetinden sırt hüküm çıkarıp koysak o bir kanun tüzüm bulup kalıdı. Ununuşup kalıdı. İnsan için ondan korkaydıgan. Şunun bilen Allah'ın kanunundan sırtıdaki bir hükümden korkaş şekillenedi insanda. Şunu bunu Allah'ın kanununa uygun halette cevap vereleydigan alet şekilleniş gerek. Bu haletini bizde şekillendirişke terişçallık köstülgen bolsun mu bu yeterlik bulmaganlıktan burundullakim bir bulğunuş bulup ketkendiken bir bulğunup ketken näsini tüzeltiş üçün ba'zi aşının hemmisini yok qılıp qaytadan qilish to'g'ri keladi da. Onu mesela suğa bir naite bulğanmy bir näsi silib etken bolsak, o suyunu faqatlam töküp ötüp yakinim qılmasak, onu paklayman demek naite bir müşkil iş. Şunun oxşas bizde bir xil ideya bulğunuşu, to'g'rilik aletinin Qur'onning saptligining bulğunup gitişi var. Kur'an'ı Allah saklap gelip bəydi bizgiçe. Biz saplıqını qayta eslik keltirmek için pek oңay. Lekin bizning qalbimizning saplıqını eslik keltirmekimiz olsa, hiç nima yezilmagan qag'alga aylantirishimiz olsa, bu bek murakkab. Bizning qalbimizga nurg'un qo'sqimizda nurg'un narsalarni to'yg'izib oldik. Qalbimizga nurg'un narsalar yezilib bo'ldi. Biz uni o'chirib etgan chig'imizda Qur'onni yoza olamiz biz. Uni o'chirib etmay, uning ustiga Qur'onni yozsak desa, biz yanılı Kur'an'dan yaxşı ünüm alanmagan alet yezip kalımız. Biz işensek mi buna başka an bizge sınıp ketken boğan iken bunun boğa işençimiz mi kuçaymaydı iken yine gipinizni kesetken olmay. Emre Dorman'da bir adam var Türkiye'de. Bu adamda da diyen bir gip var. Ben nahit yaktırdım. Kulağına Kur'an'ı al. Bilgen barlık nərsini unutup ketdi. Allah sana doğrusunu öğütüdü. Şunda mı ya? Bizde bir yerde Kur'an'a kelmezlikimizge, ya ki olmasa, ay mende okup mende bir doktor olmagan, ya ki olmasa mende dini ya ki medrese okumagan bir adam kopap, Kur'an doğruluk, İslam doğruluk bana gelip koysa, ben onu anlattım. Diyen manası bu adamdaki bir kibir. Şunda mı ya? Bu narsa yak üzden okugan hata bilimi. Şunda mı ya? Onun tosalgı olap, bugün tarak olap, onunki doğru yolun menişiga tosalgı olgandaki tatipini keyni geçiyor. Şunda. Özüdeki menmençilik, yakımız başka narsa, aşınonga
nim bulaqlıqda to'salg'i bulaqliq. Şu meselen siz degендek, şu Kur'an'ı okuduk. Buni şu eşnimi oylamay, şu Kur'an'ın işinişimizni, mesela Allah bir ayetini okusak rahmet ayetini. Allah bana rahmet qilgan, meni azap qo'ymagan deb dilimiz azroq qo'rqish asosida. Mesela şu mo'jiza ayetlerini ko'rganda osinin ejderhaga aylanib yeyotganligi rost ko'z oldimizga shuni keltirib tasavvur qilibchi. Bütün ishonch bilan haqiqiy bular qat'iy shak qilmagan asosida buning cho'qim oxiratimiz do'zax bo'ldi, cho'qim qiyomat to'g'riliq bachchiq gap bor Qur'onda. Qiyomatning alomatlari to'g'riliq har xil gaplarni qildiganlik shu do'zax ichirdiganlarning jannat ahllarining şularning haqiqiy ekanligini ko'z oldimizga keltirib turib o'qishimiz. Hem Kur'an her kanda burun egelib algan bilimimizning ustida Kur'an turishi kerak. Kur'an'a o bilimlerimizni bo'ysundirishimiz kerak. Biz o burun egelib algan bilimimizga Kur'an'ni bo'ysundiramiz desek-chi desa, u chaqda biz Kur'an'dan hech nima hosil qila olmaymiz. Kur'an'ga biz hatto ishonmagan, Kur'an'ni biz hatto tuven ko'rgan holatni shakllantirib qo'yamiz. Biz başka ilvagan bilimimizge Kur'an'ı tedbiqlamaymiz. Biz Kur'an'a başka hem narsani tedbiqlaymiz. U çağda biz Kur'an'ın haqiqiy ustun o'rinda qo'ygan bo'lamiz. Bizde şu xil holat juqurda biz o'qib olgan bilimimizni başta nurg'un kitobni o'qib o'tdik. Undan keyin Kur'an'ni o'qiymiz. Kur'an u kitobga keltirishga urinadi bizning aqlimiz. U kitob bilan birdekleştirishga. O'zimizningki o'rganib olgan xato bo'lsa-ma, shu narsada to'g'ri ekanligini isbotlash uchun uni Qur'ondan juppaday bir oyatni elibla shuni to'g'rilashga bekrak kuchab ketadi aqlimiz. Bu aslida Qur'on qilgan bir xiyonat hisoblanadi. Xiyonat esa bu Qur'onni undan tuven ko'rgan. Asli bütün dünyadaki her bir hareket hemmin aslının takdiri Kur'an bilen ölçülüşü. Kur'an'ın asası da onu düşünüşümüz gerek. Kur'an'ın asas kıtlığa alatta. Yani Kur'an nuru astıda. Kur'an nuru astıda. Kur'an nuru astıda olgan bolumuz şu çağda. Kur'an'ı hakiki çırak kıygan bolumuz. Kur'an'ın hakiki beşimizden üstüge ağan bolumuz. Biz şunda beşimizden üstüge ammağılak. Alımız dep ağzımız degen bilen emniyetli onu başka bilimden nurgun tuven köreylik. O nur ne hem de Kur'an bizge nuru olgandan keyin şu Kur'an nurunun astıda mansak şundamı şu köysek bu yolunu to'g'ri minib ahiri degan manzilga yetib bora olishimiz mumkin. Bo'lmasa boshqalar tanlab bergan chirog'ning yo'rig'ida o'tni olgan chiroqlar o ma'lum muddat yonadi, undan keyin uning batareyasi tugaydi yoki bo'lmasa xolisi uni yushirib oladi shundami ya? Hem deb qo'ydi da Allohdan boshqa hech kim hidoyat qilolmaydi dedi. Allah'dan başka peygamberimizin hidayet kılanmagan delilleri var. Tağsın hidayet kıyısı olup da nurgun adamın hidayet kıyısı bolsun hidayet kılanmayın. Hidayet senin kolunda emas dep Allah aşkar emas dep koy. Allah halıgın adamını hidayet kılıdı. Qanday hidayet kılıdı? Kur'an'a isilip Allah'ını halıganınız Allah halaydı. Bu insan Allah'ını halamaslatın, Allah'ını halap jürmeydi. Allah'ın da insanlığı halap jürgüdek onda bir zat emas. Allah'ını biz halap Allah'ı biz xudelik sizlerinin duayınlar olmasa Allah sizlerine perva kılmayı deyin şu. Biz halıgınımız Allah'ını bizim emeli duayımız. Doğru. Halap Allah'ı yepişkançığımızda Allah'ı jığılgançığımızda Allah bizden halaydı. Allah razı olsun. Qadirlik Fitrat TV televiziyasının görürmenleri bugünkü Kur'an nuru asıda erkin söhbetler programımızda qadirlik dostumuz, Kur'an dostu Mutallib Mehmet Qerinişimizle öp bağın Kur'an'ı düşünüş, doğruluk elib bağın söhbetimiz bu yerdə ayaqlaşdı. Yeni bir san programda görüşküçü aman bulunla. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.